oraldamiz. Bundan chiqib mana bu orolga o'tamiz endi. Mana shu Lankavi degan joy shu yer. Mana shu orolga o'tib, qanotga minib mana shu yerlarga boramiz. Mana bu yerlarga borib keldik bugun. Mana shu orollarni ko'rdik. Biz oqim toza suv, issiq havo. Bir 45 graduslar bor havo. Yaltirab ketgan hamma. Issiq juda. 3-chi orolga ketyapmiz endi. 4-chi orolga ketyapmiz. Azerbaycan'da iki şey oldu. Azerbaycan'a öyle. Joy. Zor joylar yapılmış. Tamam, çok mu? Dam oldu. Şimdi buraya oraya koş kirayını bırakın. Kumu judayam oppoq ekan-da. Bak şu oqmi. Bunchalik oqki, mayli unday. Mashinachalar ko'p, to'qtoqchalar. Olib ketyapti odamlar. Mehmonxonalarga hamma mevani tozalab sotyapti. Bugün ko'chaga top-toza qilib sotyapti. Burada mehmonxonalar, mehmon to'qtoqchalar. Kecha oqshom boshqa joydan mana narsalar. Ham qanaqa mevalar, mana mevani bilmayman. Bari nima ekan. Pishirayotgan mangolar, hamma narsa pishiradi. Yana yangi yoqda. Bu ikki etajli. Ikkinchi etajga chiqamiz. Birinchi etajda ham odam bor. Oxirgi manzilga ketyapmiz bilan endi.